Do'stlar, jahon chempionatidagi birinchi raqibimiz Kolumbiya va tabiiyki menga qiziq bo'ldi. Kolumbiyalik content makerlar, jurnalistlar O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida nima deyotgani va internetda bu haqida ma'lumot qidirganimda juda ko'p videolarga, ya'ni kolumbiyaliklarning O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida bildirgan fikrlarini ko'rdim va sizga ham taqdim etaman. Bizning guruhdagi jamoalar haqida. Biz K guruhidamiz. O'zbekiston. Menimcha ularni bo'rilar deb atashadi. Osiyoda juda kuchli jamoa. Men highlightlarini ko'rdim. Qattiq o'ynashadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Anu yigit aytgandek, O'zbekiston bilan ehtiyot bo'ling. O'zbekiston og'ayni bu mundialning syurprizi bo'lishi mumkin. Futbol tomonlama O'zbekiston qanday jamoa? Xo'p, Sezar, agar tarixan olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston jahon chempionatining debyutanti. Menimcha bu ko'p narsa haqida gapirsa kerak. FIFAning yuqori darajada o'tkaziladigan musobaqalarda ishtirok etish bo'yicha tarix va an'anaga ega emas. Lekin biz tarixga emas, jamoaning hozirgi holatiga qarashimiz kerak. Bu biz uchun yangi jamoa, ya'ni play-offlarsiz jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqqan jamoa. Va sentyabr oyida Eronga qarshi o'tgan finalda Kaffa kubogida g'olib chiqqan. Lekin biz uchun Portugaliyadan ko'ra aynan O'zbekistonga o'xshagan jamoalar ancha qiyinchilik tug'dirishadi. Men 4 yil avval Kosta-Rika bosh murabbiy bo'lganimda jahon chempionatiga tayyorlanish paytida O'zbekistonga qarshi o'yin o'tkazganman. Va o'sha payti ular hali jahon chempionatiga chiqishmagandi. Va Kosta-Rika bilan o'tgan o'yinda ular ancha qiyinchilik tug'dirishgandi. Jamoa ancha tartibli, ancha kuchli va o'tgan vaqt mobaynida ancha o'sishga erishdi. Va aynan mana shu jarayondan juda to'g'ri o'tishdi. Bu shunday jamoaki, albatta bu jamoaga qarshi o'yin oldidan ularga past nazar bilan qaramaslik kerak. Bu jamoaga kuchli va bosh og'riqqa sabab bo'ladigan jamoa kabi qarashimiz kerak. Maydonga chiqamiz va yutamiz degan yondashuv ish bermaydi. 4 yillik muddatda o'sishga erishdi va ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va video oxirida do'stlar, kolumbiyaliklar o'zbekistonlik futbol jurnalistlari, content makerlari Kolumbiya haqida nima deyayotgani, ya'ni qanday fikrlar bildirilayotgan, bu asosan o'sha Telegram kanalimda ham ko'rsatdim. Markaziy sektor, Qarul aka Hamidov, Davron aka Fayziyev va Orif Tolipov ishtirokidagi video rosa aylanyapti tarjimasi bilan, ya'ni ular tarjima qilishgan va o'sha videoning izohlarida kolumbiyaliklar bildirgan fikrlarni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p do'stlar, bu yerda kommentlar ketma-ketligini ko'ryapsiz. Birinchi kommentni sizga o'qib beraman. Menga o'zbeklar juda yoqdi, ular bema'ni fikrlarni bildirishmayapti. Bizni hurmat qilishar ekan va Kolumbiya haqida anchagina yaxshi bilimga ega ekan deb aytishgan. Ularning milliy terma jamoamiz haqidagi bilim darajasidan anchagina taassurot oldim. Biz hech bir jamoani kamsitmasdan, kam baho bermasdan qadamma-qadam davom etishimiz kerak. Ya'ni o'sha qadamlarni ketma-ket tashlashimiz kerak demoqda. Ularning Kolumbiya haqida gapirishlari juda yoqimli. Ular juda realistik va hurmatli, ya'ni obyektiv fikr bildirishyapti degan, lekin biz ham o'zimizga unchalik ishonmasligimiz kerak. Ya'ni O'zbekiston ekan raqib, o'ynasak bo'ladi degan ma'noda gap ketyapti. Albatta ular biz haqimizda ko'proq bilishadi. Biz ancha mashhur, taniqli jamoamiz. Ular esa birinchi marta jahon chempionatida qatnashmoqda. Do'stlar, buning hammasi o'sha kolumbiyalik muxlislar mana shu YouTube sahifada qoldirib ketgan izohlar. Va do'stlar, mana bu fikr juda ham e'tiborimni tortdi. Daniel Santiago Mursiya degan bir userdan kelgan. Odamlar Shomurodovni bilishmaydi. Bu yigit 20 ta o'yinda 11 ta gol urgan. Bashak shahar o'yinlarini bizga o'xshab kuzadar ekan. U tezkor, baland bo'yli, darvozaga orqasi bilan o'ynashda ham yaxshi. Ya'ni to'pni darvozaga orqasi bilan turganda qabul qilib, o'girilib vaziyatni hal qilishni nazarda tutyapti. Oxir-oqibat biz doim unga o'xshash hujumchilar tufayli azob chekamiz. Mana sizga reallik do'stlar. Mana shunaqa gaplar kolumbiyaliklar biz haqimizda ozmi ko'pmi nima deyotganini sizga yetkazishga harakat qildim. Agar xuddi mana shunday formatdagi video Portugaliya tomonidan, ya'ni biz haqimizda nimalar deyotganini eshitmoqchi bo'lsangiz, albatta o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.